Aziz do'stlar, bitta ma'lumot aytmoqchimiz. Ko'pchilik zond yutaman deydi. Zond yutganda maxsus mezonlar borda, mezonlarni talab qilishadi. Ya'ni bemorlar uchun zondning ingichkaligi muhim. Ingichkaligi. Mana bu zond ingichka, kattalar uchun mo'ljallangan eng ingichka diametrdagi zond hisoblanadi. Santimetrda o'lchab ko'rilganda taxminan 6 mm ni tashkil qiladi. Ikkinchi mezon bu endoskopiya tekshiruvini xavfsizligi, ya'ni o'sha endoskopiya tekshiruvi vaqtida bemorga har xil infeksion kasalliklarni yuqib qolmasligi, o'shandan ko'pchilik qo'rqishadi. Demak, uni oldini olish uchun maxsus ishlov berish yo'llarini bajarish kerak. Bu narsa demak uzoq vaqt talab qiladi. O'sha uchun bir kunda bemorlarni bitta apparat bilan kamida ko'pi bilan 5 tasini ko'ra olish mumkin. Ya'ni ko'p miqdordagi kasallarni bitta apparat bilan ko'rish bu infeksion nuqtai nazardan xavfsiz hisoblanmaydi.